Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de amma ba'd. Assalamu alaikum. Bugün men sizlarga aytgan projet xalqchilikka Office 2013 ning Uyg'ur til bo'lg'ini qanday qachlaymiz va buning masalda Office'ni qanday tanishaymiz. Mushaq so'zlab o'tay. Bu aytgan hujjat xalqsi ichida ikki program bor. İkilisi Uyg'urchaning til bo'lg'i, Uyg'ur til bo'lg'i. Birisi 64 bitlik kompyuterning, birisi 32 bitlikniki. Sistemimizni qarab turib qachirsak bo'ladi. Mening sistemim 32 bitlik bo'lganligi uchun 86 deganni qachlayman. Ochildim. Yumshoq detal ijozat kelishimi deb qo'shiling deydi. Bu ijozatnoma ekan. Qo'shildik, davomlashtirdik. Qachlandi. Buni qachlab qo'ydik. Wordni qo'zg'atay. Wordni qo'zg'atsam yana ingliz chiqib oldi. Buni biz tanishimiz kerak. Yana option chip, yana file. Boshdan oldirmay ko'rsatay. File. Uning keyindan option. Option ochgandan keyin language. Language'ni ochgandan keyin menga qarasak, mana Uyg'urcha deb turibdi. Biz bu Uyg'urchani set as default, ya'ni sukutdagi til qilib belgilab o'tamiz. Bu yordam tili deydi. Yordamdagi nimalar. Buni set default qilib o'tamiz. Undan keyin OK qilamiz. OK. Endi o'rni o'chirdik. Qayta qo'shdik. Mana Uyg'urcha bo'ldi. Demek mer uyg'urlashdi. Windows 8 ni til bo'lg'ini qachirash darsida ko'rsatganimizdek shu fontlarni almashtirsak bu uyg'urcha xatlarni aytdi. Uyg'urcha moslashganlarda tuz ko'rindi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.